Xo'p, assalomu alaykum obunachilarim, assalomu alaykum o'zimni jigarlarim. Inshaalloh Andijon mashina bozoriga yetib kelib oldim. Avtomat, mexanika, xullas yili yengilroq, puli ham yengilroqlardan spaklarni olib beraman, xudo xolasa. Kamroq gapiramiz, tezroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib, kim qayerdan ko'ryapti, yozish esdan chiqmasin, xudo xolasa. Kunimizga 4-may, balki bugun chiqadi, balki ertaga chiqadi. Boshladik unda. Mashinadan boshlab beraman. Aka, hormay. Savdingizga baraka bering. Necha ekan buni yili aka? 13. Puli nech pul aytyapsiz? Buni 58 ozgina kami. 5800 kami bor. Diska, yumshoq balon, kraskasi yurgani qanaqa? 126 yurgan toza. Yozib turibman faktor. Yurmagan ekan-da 13 ga. 126 mi yurgan ekan. Katta motor, ABS, kondisionerlari bor, kraskasi top-toza. Pokoleniya propalla qo'yilgan ekan. Orqa bag'achi ham kengina. Aka, buni faqat naqd pulga beramizmi? Faqat naqd. Generalni chiqarib berasizmi? Generalni chiqaradi aka, xudo xohlasa. Qiziqqanlarga berasizmi nomerda aka? 95 lik aka, 001 95lik 001 10 74. 74. Generalni qilib berasiz aka? Beramiz, faqat naqd sotiladi. Faqat naqd pulga. Mabodoga savdosi bo'lmadimi? Yo'q, Ertalabda. hozir keldim. Mashinadan tashlab ketgandan keyin o'zim endi keldim. Gap yo, savdingiz bersin. Bu nechinchi paysi bo'lib qoladi aka? 2013 3-paysi ekan, ABS, Kondisioner hamma yo'q. abagrev, kondisioner hamma yo'g'i bor. 60 yurgan olingan. 60 ming yurganini olgansiz, o'zingiz hozir 100 qancha yurib qo'ydingiz? Zo'r aka, savdingiz bersin. Mana do'stlar, 2013. Lekin sosteniyasi ham yomon emas ekan. Zo'r. Bu yerda 18 turibdi. Bu yerda yana bitta turibdi. Bu necha ekan buni yil akalar? 2015. Yurgani kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi orqa eshigida bor, nari kirilovda bor. 149 ming yurgan. Bulichi Tashkent motor 2015 5000 kami bor. 5000 kami ham bor aka, xudo xolasa. Variant barter degan narsalar yo'q. Sotamiz 5000 kami bor. Ozgina qo'yamiz bo'ldi. Naqqa generalni chiqam. Generalni chiqadi 300 oladi. 300 oladi, xudo xolasa. 300 olish. Hamma tomondan hisoblab azaytyapmiz. Gap, 300 olishiga chep-chep ham berasa, xudo xolasa. Sotmasa qilib ham beraveradi. Gap. Nomeringizni qo'yib ketaymi qiziqqanlarga aka? Mana qo'yib ketaman. Aytingchi. 94 567 58 38. 94lik 567 58 38 ga aloqaga chiqaverasiz. Gap yo'q. Katta motor. Xo'p. Bunimizda ABS yo'q, konditsioneri bor lekin. Gap yo'q. Mana do'stlar. Yengil balonlar yumshoq qo'yilgan. Yengil ko'rsatib ketyapti. Motor вообще tegmagan ekan. Gap yo'q. Orqa holatlari ham. Bitan zapaska hamma yo'q joyida. Savdingiz bersin aka. 2011. 2011 4000 kami bor. $4000 kami bor. Salonlarni ko'ring. Tomdan pastiga polni ochilganmi shunda? Tomdan pastga kelgan. Motorxonasi umuman uzoq qilgan. Ravno mana kraska yo'q, mana bu yerda kraska yo'q. Motorxonalar cho'tdi. Buni ham faqat shitirga. Bu generalni chiqar bu. Yo'q, bu ham 200 oladi. Generalni chiqadi. Chiqarib beramiz, xudo xolasa. Gap. Zo'r. Aka, bugun savdo bo'lmadimi ertalabda? Mashinaga endi. Yo'q, bittasi bor, sotdim. 4000, 100 ming dollar, 100 ming so'mga sotdim. Buni keragini 10 edi lekin. Mana salonlarni oling. Bunisi 11, ha? $4000, 100 ming so'mi ham bor. Sotdim. Sotilgani. Gap yo'q, $4000 kami bor. Yengillarini iloji boricha ko'rsatib ketaveramiz. Yog'lab qo'yish kerak. Yo'q, mana anaqasi plastik. Mana gazi bor ekan buni. Hamma yo'q joyida. Bitta nomeringizni qaytarib qo'ying aka, endi arzon. 94 567 58 38 94. Gap yo'q aka, savdingiz bersin a. Hashti Matizning puliga Sparklar, xudo xolasa, narxlari ham ozdan tushib qolyapti ekan, sekin ko'rsataveramiz, xudo xolasa. Avtomat so'raganlar bor, avtomatlarda ham naralarda bor, olib beraman. Aka, hormay. Yili qanaqa ekan buni? Buni yili 15 aka. 15. Assalomu alaykum. Kraskasi yurganichi? Kraskasi mana shu eshikda 30 sm setilgan. Nari krillada bor, o'ng tomon, bo'ldi. Yurgani 179 ming. Aha. Nech bo'latyapsiz endi? 5800 deyapti, ozgina kami bor. 5800
kamaytirib berasiz xudo xolasa. Variant barterlar bormi aka? Faqat naq bo'lganmi? Variant yo'q, u barter qilaveramiz. Barter Bu mashinalarga. eng kam qanaqa mashina bo'lishi kerak? Farqi yo'q. Tiko bo'lsa ham qilib beraverasizmi? Tikosi bolalarga ham? Tikosi bor. Gap yo'q. Generalnichkami? Shiterga. Nomeringizni ayting aka. 99lik. 471 8010. Gap yo'q. Nechinchi pozitsiya bu aka? 2. Ikkinchi pozitsiya. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi. Asfalt yo'q. Rasxod yo'q. Mana do'stlar, xudo xolasa Spark ishqibozlari ham juda ham ko'p. Ixchamgina kichkinagina. Aslida shahar tortyapti mashinalar, shahar bop deb qo'yadi, lekin ko'ryapsizlar, narxlar ancha tushgan xudo xolasa. Bundan buyog'iga pulinglar naq bo'lsa olaverasizlar, shitira qilib. Uka sizdami bu? Именно shu rangdan so'raganlar uchun, delfin rangdan so'raganlar uchun qani ko'raylikchi. Hoji bolalar, kimdan ekan bu? Sizdanmi? Necha? Necha yillikka? 13-14. 13-14 ha? Xo'p. Kraskasi yurgani qanaqa buniki? Yurgani 390 ming. Kraskasi 40% bor. Katta motor ha? Tashkent motor. Nechinchi paysi bo'lib qoladi shunda? 1-3 qilingan ekan, konditsionerlari bor. Ha, 1-3 paysa qilingan. Yurish-turish yaxshimi? Yaxshi. Necha pul aytyapsiz? 5 ming o'tib beramiz. 5 ming kami bor. Faqat naq pulgami? Naq pulga. Generalnichkami? Chiqadi. Xohlagan dokument bo'ladi. Nomerni aytib qo'ying-da. 90lik 846 29 69. Gap yo'q. O'zingizlarning mashinalar shekilliga dehqonchilik. Mana. Yangi yumshoq balonlar qo'yib qo'ygan ekan ama. Har xil qilib olib beraveraman, svetini ham. Men mexanika avtomat qilib aralashtirib olib beraman. Soddalarni bersin-ku. Mo kimdan ekan bu? Buni egasi yo'qmi? Ko'pchilik sizdan emasmi ota bu? Yo'q, bir ikki topa hollar so'rayatuvdi-ku, mana shunaqa qizilidan bo'lsa. Aka, mana yashil sizlardan emasmi? Yo'q. Buni nega necha ekan? Bu sizdan bo'lsa kerak-a? Salom. 15 Ha, sizdan emasmi? Yo'q, takamizniki. Necha pul aytyapti buni? 5,5 dan qayta qo'ydim. 5,5 ha? Mana shu yerda ozgina ishi bor ekan-a? Ozgina ish bor qolgan. 5500 kami bor ekan. Kelib qolar-a, xudo xolasa. Xo'p, hayotda nasiyaga so'raganlarga nasiyaga ham savdo bor deb qo'yibdi-yu. Qani, necha pul ekan bu? Assalomu alaykum, Hojib bobo. Assalomu alaykum. Savdongiz bersin. Aka. Nasiyaga necha pul ekan endi bu boshlanishiga? 2000 2,5 bo'lsa beraman. 2000 2,5 bo'lsa, bitta dasturxon ustida gaplashib ko'rasizlar. Oyini, kunini, qolganini. Shunaqami aka? Yili yurgani qanaqa kraskasi? 2014 ikkinchi paysi 367 ming yurgan, motor qilingan. 2014 ikkinchi paysi 260 367 ming yurgan, motor qilingan. Kraska necha foiz? Bir qop temirga oldim aka, ko'rsatib olgan. Oldingiz, ko'rsatmadingiz. 2000 puli bo'lsa, xudo xolasa boshlanishi kelishaveradi. Nomerni aytib qo'ying-da. 93lik 93lik 249 249 23 23 30 32. 2 ga aloqaga chiqaverasizlar. Metalik ishki. Bir qop temirga oldim deyapti. Xudo xolasa $2000 puli borlar bo'lsa, shatir berib yuboraman deyapti. Xo'p, buchi bu yo'l 42. Abjabaloldan mindirib qo'yib. Uka hormang. Yili qanaqa ekan buni? 2020. Menga svejirog'i kerak deganlarga mana sekin ko'rsatib beramiz hozir. Buni menimcha katta motor, ABS, konditsioner, xullas hamma yo'g'i bor. 20-yilgi Sparkimiz. 4 ta yumshoq balon. Kraskasi yurgani qanaqa ekan buniki? Kraskasi bitta krilloda bor, ikkita petno. Yurgani 103 ming. 103 ming. Pulichi shitirga? 7200 o'tib beradi. 7200 kami bor, xudo xolasa. Bu 7 ni paysi bitib ketami naq pulga? Ha, kelishamiz. Kelishamiz. Variant, barter degan narsalar. Naqqa Barter bo'ladi. gench ko'ram? 300 olish. 300 olish kerak. 300 olish o'tib berasiz, xudo xolasa. Barter eng kam qanaqa mashina bo'lishi kerak? Nexia tepasi bo'ladi. Nexia tepasi bo'lsa, kelishib ko'rasizlar. Nomeringizni ayting, qattiq. 90lik 144 84 80. 90lik 144 84 80 gap yo'q. Gazlari bor. Bor. Savdongiz bersin. Mana do'stlar, yili yangiroq deganlarga oppoqdan ko'rsatib qo'yyapman. Avtomatlar yo'qmi, avtomatlar?
Xo'p, buni yili qanaqa ekan aka? 2019 assalomu 2019 avtomatmi bu? Avtomat. Katta qilib yozib qo'yardinglar, ashingizda yuribdi. Dehqonmiz biz. Yurgani, kraskasi qanaqa aka? 97,5 ming yurgan. Kraska mana bu yerda bor. Mana mana shu yerda. Keyin nari tomonda pasada bor, nima deydi o? Karnizda. Karnizda, nari tomonda. Metan benzinga yuribdi. Metan benzinda yuribdi, aha. Nech pul aytyapsizlar endi? Dekon akalar eshitaylik ichkani. 8300 deyapmiz, ichga tushib beramiz. Tani qulog'i. Yaxshi. Dehqonlar shunaqa qimmat aytib o'tiraverasizlar. Keyin tirikchilikdagilarga berasizlar, qo'shningiz qimmatga oladi keyin. Albatta, albatta, o'zi shunaqa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Generalni chiqam aka? Genga berasizlarmi? Generalniga berasizlarmi? General o'tkiz olsa yaxshi bo'lasdi-da. Endi yaxshi odam bo'lsa, yaqin atrofdan bo'lsa, chip-chip puli bo'lguncha qilib berasiz-da endi. Ha, xudo xohlasa. Muomalasiga qarab, xudo xohlasa. Nomeringizni ayting aka. 97lik 992 27 82. Gap yo'q, savdingiz bersin aka. Rahmat. Avtomat. Mana ko'ryapsizlar. Xo'p, nechinchi pozitsiya bu? Gazlari bor. 4-pozitsiya. 4-pozitsiya, ichki holatlari ham. Ko'ryapsizlar, dehqonchilik. Xo'p, dehqon akalarimiz shunday minib yurgan holatida shunday olib chiqadi. Qimmat aytib turaveradi lekin. Bo'ladigan qilib berib yuboring. O'zingizga o'xshagan minarmanga. Savdingiz bersin aka. Xo'p, rahmat katta. Xo'p. Xo'p. Qodirovdi aka. Bu yili necha ekan buni? Sizlardanmi aka? Avtomat emasmi? Avtomat. Sizdanmi aka bu? Ma'lumot olsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Savdingizga baraka aka. Necha ekan bu avtomat deyli? 18. Kraska yurganichi? Toza. Kraskasi top-toza. Yurgani 173. 173 ming yurgan. Necha pul so'rayapmiz aka endi bugunlik kunda? 7,5 ekan bor. 7500 dollar kami bor. Faqat naqd pulga beriladimi aka? Yo, variant bartellari ham bormi? Naqd pulga. Naqd pulga generalni chiqadimi? Gaplashamiz. Muomalaga qarab gaplashamiz. Qiziqqanlarga nomeringizni bering aka. Telefon nomeringiz. Malon yumshoq balonlar qo'yilgan. Top toza. 18 dediz-a yilini. 18. 77lik 007 14 30. 007 14 30 ga O'zbekiston vaqt e'tiboriga olib aloqaga chiqa olasizlar. Aka savdingizni bersin-a. 2018 avtomat top toza so'raganlarga mana do'stim. Do'stlar, do'stim deyman, hozir do'stim bilan gaplashdim. Xo'p, ketdik. Sizlarmi shepim bu? Necha ekan yili? 13. 13. Kraskasi yurganicha aka? Yurgani 236 ming. 236 ming. Kraskasi? Ashiyashi mo'qoli. Ligirovka qilib qo'yish kerak ekan. Kraskasi 3-4 joyda petnosi bor. Motor Toshkent motormi aka? Toshkent motor. Necha pul so'rayapsiz aka endi bunga? 5,5 ming. 5500 Kami bor. kami bor, xudo xolasa. Faqat naqd pulga beramizmi aka yo variant barter qilamizmi? Iloji boricha naqd pul. Naqd pulga. Agar nima bo'lsa kelishaveradi. Muomalaga qarab, qisqasi kelishib qo'ysanglar kelishaverasizlar har qanaqasiga. Shitirga jo'rroq qilib berasiz. Generalni qilib berasizmi aka? Generalni bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 97lik 272 218. Savdingizni bersin aka. Mana holatini bitta yengil ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi aka. Ichki holatini Ertalabda mol bozoridan chiqqanman. Tomog'im yomon qiynayapti ama. Bu maka 18. 18 yurgani kraskasi qanaqa? 240 ming. Petno bor. 3 ta petno bor. Nechinchi paysda bu aka? Ikkinchi pays. Ikkinchi paysda yumshoq balonlar qo'yib qo'yibsiz. Gaz benzinga yuribdi. Puli nech pul aka endi 18 da? Puli 6,5 mingdan o'tib beramiz. 6500 dollar kami bor. Naqd pul bo'lsa tushasiz yana, xudo xolasa. Generalni chiqam. Generalni chiqadi. Variant barter bormi yo'qmi sizda? Kelishamiz. Kelishamiz a? Nomerni aytib qo'ying aka. 97lik 998 77 88. 250 ming dedingiz yurganida? 240 ming. Ha, 240 ming. 4 ta joyda petnosi bor, 18-yilda ishlab chiqarilgan. Yumshoq yangi balonlar qo'yilgan. Yengil ichidaganiga eshiklar shumka bo'lgan ekan ama. Chiqol polik bar hamma yo'q joyida mana do'stlar. Tez ma'lumot berishga harakat qilyapman. Kapot ochiq bo'lsa, o'zi buni shartam emas, u endi yengil ko'rsatib ko'raman mana. ABS, konditsioner, plus hamma yo'q joyida.
yoqib bo'lsa aloqaga chiqib gaplashib qo'ysanglar bo'laveradi. Aka savdoyingizni bersin-a. Xo'p. Avtomat. Bu aka xo'p, izlashga davom etamiz. Bizga avtomat kerak. Avtomatlar bormi, yo'qmi? Avtomat, Spark. Avtomat. Puli yengilrog'i bormi mexanikan aka? Ha, hammasi yengil-u. Yili 14. Birinchi paytsa Toshkent motor. kraskasi yurgan. Kraskasi kapotida petnosi bor. Yurgani 300 mingmikin? nech puli yengilidan qani? Yaqinroq aytingchi aka. Bu 5000 dollar o'tib beraman. 5000 dollar kami O'tib bor. beraman, kami bor. Generalni chiqam. Generalniga ham chiqadi. Metan gazi ham bor. Mabodo 2,5 ming puli borlar bo'lsa. Variantga ham boshqacha kelishinglar-da endi masalan. Yo'q, endi o'tirib gaplashasizlar. Ha, xohlasa bank qilib olsan, xohlasa nima qilib olsan, variant qilib olsan, qizig'i. Nomerni ayting aka. 90 254 50 21. 14 dedingiz-a? Ha, monim 15. 14. Bunisi diskga yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Bunisi ham diskga qalpoq yumshoq balon 15. Kraskasi yurgani qanaqa buni aka? Buni kraskasi 20% bor. 300 ming yurgan. 15 abezlarini lyuks konditsioner. Ikkinchi pozitsiya metan gazi bor. 5,5 ming dollar o'tib beraman. 5,5 ming. Ha. Kami bor. Aka, mana shu shtirga bir 5 larga o'lami? 5 ga qo'shadi jichcha. Hozmos qo'shadi. Ha, qo'shadi. Yaxshi muomala qilsa berib ham olaverasiz, bilmay qolasiz. Qo'shadi, ha, qo'shadi jichcha. Nomerni qaytarib qo'ying aka. Asha 90 254 50 21. Savdoyingiz bersin aka. Bo'ldi, bitta yengil ishlarini ko'rsatib qo'yaydi. Mana holati. Eshiklar shumka bo'lgan ekan. Chixol, polik, xullas yaxshi, yomon emas. Kelishaverasizlar, nomerga telefon qilib muomala qilish o'zingizlardan. 475. 2011 ikkinchi pozitsiya. Lyuks konditsioner, propan gazlari bilan, pakalena gazlari bor. Diska balon hammasi zo'r, mashina holati zo'r, kraskasi bir yengil, petnolari bor. 20%. Yurgani 300 mingga borib bormay yurgan o'zi. Holati yaxshi. Shtirga qancha bo'ladi? Shtiradigan bo'lsa 42 ga beraman. 4200 ga beraverasiz. Shu nomerga chiqishaveradi. Gap yo'q. Generalni chiqam, chiqmaydimi? 4200 ga do'stlar mana. Sakadiska, yumshoq balonlarda ichki holati. Yo'q, bo'lsa chiqaverasizlar. Dikon akalar ham ko'rinib qolyapti, qadrdonlar, to'g'ri tushunasizlar. Olib beryapman. Olmay qoring deganlari ham bo'lyapti. Olmay qo'yapman. Endi tirikchilikdagilardan osonroq olasizlar, tezroq olasizlar. Bu necha aka? 16 ikkinchi pozitsiya. 16 ikkinchi pozitsiya. Konditsioner. Kraska yurganichi? Kraskasi bor bir 15-20%. Yurgani 200 mingdan osha, 240 ming shunaqa yurgan. Shtirga 5800 kami bor. Shtirga 53-54 qilib beraman. Berasa, xudo xolasa. Endi bitta nomerni qaytarib qo'ying. 90 254 50 21. Aka, savdoyingizni bersin. Xo'p. Sog' bo'ling aka. Shunaqa jo'rroq tirikchilikda akalar bo'lib qolsa ham qo'yib ketaveramiz. Endi qo'yib qo'yavering deganni qo'yib qo'ymasak to'g'ri ham kelmaydi-da. Kimdir birovga kerak. Deko akalardan ko'ra bulardan olishingiz osonroq. Gapimga qo'shilsanglar, kommentga yozib qo'yasizlar. Aka, hormi? Alaykum assalom, charchamayapsizmi? Yili qanaqa ekan buni? 12 koreyskiy motor, kraska yurgani qanaqa? 380 ming yurgan aka. Aha. Kraska ikkala yonida bor, bu yerda endi. O'zingiz minib yurgan mashinami? Ha, o'zimniki. Dehqonchiligi? Ha, dehqonchilik. Nech pulga berib yuborasiz o'ziga o'xshagan minarmanga? 38 dan o'tib beramiz aka, xudo xolasa yo'lni qilib beramiz. 3800 Kami bor. kami bor, xudo xolasa. Chaqa-chuqalari hamma yo'g'ini ichida qilib beramiz. Bozorga ulgurmadik. Xudo xolasa qilib beriladi ichida. Generalni chiqam. Gaplashamiz agar yaxshi odam bo'lsa. Muomalaga qarab qilib beraverasiz. Xudo xolasa. Nomerni aytib qo'ying-da. 33lik 237 47 33lik 237 47. Ya, bu savdoyingizni bersin-a. Motorlari yaxshimi yurish turishi? Dekabrda motor qilib qo'yilgan. Ha, o'sha dekabrda motor bo'lgan, ishlash hamma yo'q. Nimalarni qildirib qo'yiladi, xudo xolasa ichida qilib Ha, beramiz. chaqa-chuqasini ham tayyorlab berasiz, xudo Hamma xolasa. yo'g'ini ichida qilib beramiz. Gap yo'q. Mashina qayerdaki? Andijonniki aka. Andijon shaharda o'zining mashinasi. Savdoyingizni bersin aka. Mana do'stlar, 3800 ga o'zingizlardan nomeringizni qo'ydik-a? Kelishish sizlardan endi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Qisqa ma'lumot berishga harakat qildim. Hammalarga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha, albatta kim qayerdan ko'ryapti yozib ketib, bittadan like bosib, obuna ham bo'lib qoringlar, jigarlar. Xudo xolasa 200 mingtaga qarab ketyapti. Hammaga omad.